Assalomu alaykum do'stlar. Mana otni o'zi qilish jarayonida biz. Xo'sh, mana otni o'zi qilish jarayonida mana bola. Ularni ko'rish mumkin. Uni juda katta. Hammasi katta. Otlarda karinkollar bo'lmaydi. Faqat yo'ldosh bo'ladi. Xo'p. Siydik prognozni topamiz. Otimiz siygan ekan. Xo'sh, fiksatsiya jarayonlari. Mana oyoqlarni oldingi oyoq bo'ylaymizda va burunga bitta birov solamiz. Xuddi mana shunday. Shundan keyin bemalol ishni qilsak bo'ladi. Otimiz bo'g'oz. Aka? 5 oylik. 5 oylik? Ha. Endi so'yilmaydigan bo'ldi-da. Yomg'ir qoladirgan. Uni so'yib yuborgan bo'lardingiz. Shunday. Gap yo'q. Bu boqilayotgan biyamiz. Nima bo'lgan bu? Oyog'i ana bo'lgan dedingizmi? Ha, besi katta bu yerda. Ha. Besi katta. Ha. 400 kilo bor. 400 kilo. Bu yerda otlarimiz bor mana toylar. Shu boqib qaziga ketadigan otlarda. Ana shu otlarni o'zi qilsak, bo'g'oz chiqsa, akamiz boqadi dalch.